Odamlar hajga ziyorat kiruvchilarni ham odobini o'rgatishimiz kerak dedik. Chunki hoji shunaqa bo'lib qoldiki, shunchaki bir safarga o'xshab qolganligi uchun hojini birorta tanishingiz kelsa ziyoratiga kirsangiz ham doim bir xil savol beriladi. Issiq bo'ldimi u yoq deydi. Ha endi issiq bo'ladi-da. Odam ko'p bo'ldimi deydi. Ha ko'p bo'ldi. Mehmonxonani so'raydi. Qanaqa mehmonxonada yotdinglar? Lekin Rasulullohni qabrlarini ziyorat qilganda sizda nima hissiyot bo'ldi degan savolni bermaymiz. Agar shunaqa savollar bersak edik, hojiga boradiganlar ham o'zi shunga tayyorlanar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qabrlariga borganda vujudim titrab ketdi, birodar. Sizni haqqingizni ham eslab salom yetkizdim deyish qanchalik yaxshi. Yonlarda ravza bor ekan. Ko'pchilik borganlar ravzani qabr deb o'ylaydilar. Ravza u bog' degani ekan. O'sha ravzada namoz o'qidik. Allohga shukr. Qarang qanday chiroyli. So'rashda ham shuni so'rash kerak. Ka'bani ko'rganda nima hissiyot bo'ldi? Nimalar bo'ldi? Qanday ibodatlar qilasiz ekan? Mino, Muzdalifalar qanaqa makon ekan? Ana bu narsalarni so'rab, shu narsalarni bilish kerak. U yerdagi havo, u yerdagi mehmona, u yerdagi taom, u yerdagi xizmat hammasi dunyoviy narsa. Ammo hojidan so'raydigan va hoji gapirib beradigan gap ham mana shu. Arafat maydoni, Muzdalifa. Arafatda ham aytaylik, sendvich panellarda devorini qilib, chodirni o'rniga zamonaviy konditsionerlarni qo'yib, Minoda ham xuddi shunaqa. Ammo Muzdalifada yerda yotiladi. Muzdalifada biz avvallari borganda hatto tagimizda gilom ham bo'lmasdi. Hozirgi hammaga gilom qo'yilib, suv qo'yib, tahoratxonalarigacha bo'lyapti. Avval bu ham yo'q edi. Lekin shunda ham nolinmas edi, chunki u qiyomatning bir ko'rinishi bo'lar edi. Hamma yerda yotibdi. U amaldormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar Muzdalifada yerda yotibdi. Tuproq. Ana o'sha joylarda odamlarga gapirar ekanmiz, o'zimiz ham bir oz ta'lim olgan bo'lamiz. Hoji shunday joy. To'g'ri, juda ham havas uyg'otadi. Ota-onasi bilan haj qilishlik. Katta baxt bu. Ilohim o'tirgan hammalaringizga nasib qilsin, ilohim. Hammaga nasib qilsin. Ilohim bir qo'lida onasini, bir qo'lda Ka'bani ushlab duo qilsin, ilohim. Otasini duosini Arafatda olsin. Bu juda katta baxt. Lekin men o'sha joyda o'sha yerdagi yigitlarga, yoshlarga iltimos qildim. Onangizni duosini Ka'ba oldida olsangiz katta gap. Lekin buni internet uchun qilmang. Internetga qo'ymang buni. Alloh uchun qilyapsizmi, Alloh bilsin. Chunki uyda o'tirgan boshqa yigitning qalbi juda ham titrab ketadi. Onasiga hatto dorisiga pul topa olmayotgan yigit juda o'ksik holatga tushib qoladi. Shuning uchun biz aytdik, bunday narsalarni qilmanglar. Duo olsanglar, duo olinglar, xizmatini qilinglar, ammo buni tarmoqqa qo'yib hammaga maqtanmanglar, riyo qilmanglar. Buni iltimos qildik o'sha joyda. Va yana bir narsa meni qalbimdan o'tdi. Ko'pchilik chunki menga internet orqali savollar, duolar iltimos qilib tashlashyapti-da. Aksarini qalbida shu orzu. Iltimos duo qiling, men ham onamni olib boray, iltimos duo qiling, men ham otamni olib boray. Musofirda yuribman, pul topyapman. Shunga harakat. Ming rahmat siz yigitlarga. Mana shunday farzandlarga, o'g'il qizlarga. Lekin bir narsani bilingki, ota-onani roziligini olishlik uchun faqat Ka'baga olib borish emas, shu yerda o'zida xizmat qilib roziligini olish mumkin. Hojini savobini olishingiz mumkin. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamda oldilariga bir sahoba jihodga chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning himoyasi uchun jonini tikib keluvdi. Payg'ambarimiz alayhisalom uyda ota-onang bormi dedilar. Ha dedilar, irji bor, qayt dedilar. Ularning xizmatini qil, o'sha senga jihod dedilar. Ana endi uyda ota-onasini xizmatini qilish, ko'nglini olish bu juda katta savob. Kimdir bir marta Ka'ba oldida onasini duosini olib yig'lagan bo'lsa, siz har kuni tahajjudda onangiz haqqiga duo qilib yig'lang.
Kimdir Arofatda otasini duosini olib xursand bo'lgan bo'lsa, siz tunlari turib, Allohim, otamni umrini uzoq qilgin, otamni gunohlarini kechirgin, Ka'bani ko'ra olmadilar, lekin hoji maqomida qilgin deb duo qiling-da. Bu eng katta xizmat bo'ladi. Ota-ona uchun farzand tomonidan qilinadigan eng katta xizmatlardan bittasi, yuqorisi bu ularning haqqiga qilinadigan duo. Chunki Alloh Qur'onda o'zi o'rgatdi. Qur'onda Alloh taolo ota-onaga duo qilishlikni o'rgatdi. Ularning haqqiga duo qil dedi. Siz o'ksib qolishingiz kerak emas. Qolaversa, o'sha hojini savobini beradigan ko'p amallar bor. To'g'ri, gardaniga haj farz bo'lib turgan odamda bu amallar bilan hoji soqit bo'lib qolmaydi. Bu alohida bitta masala. Lekin u odam hajga yetisha olmayotgan bo'lsa, mablag'i yetmayotgan bo'lsa, imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha hojini savobini shu yerda turib ham olsa bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan hojiga bora olmay qolgan bo'lsa, nasib qilmagan bo'lsa, mana endi nima bo'ldi? Komil musulmon bo'la olmay qoldimmi? Ibodatim to'la to'kis bo'lmay qoldimmi deb tashvish qilmasdan, balki Allohdan so'rash kerakki, Alloh meni bori ibodatimni qabul qilgin. Mana ertalab bomdod namozini, xufton namozini jamoat bilan o'qishlikka harakat qilib, zikrda bardavom bo'lib, odamlarga yaxshilik ulashlikda bardavom bo'lib, yetim parvar bo'lib, kambag'al parvar bo'lib yursa, unga qancha savob bor. Ota-onasini duosini olsa, ularni rozi qilsa, ana bu katta savob. Ana o'sha savob ishlarda bardavom bo'lmoqlik lozim va lobud bo'ladi.